Yana bir bora xayrlaykum. Mavzuni davomi, ya'ni ikkinchi qismidan davom ettirib ketamiz. Bu mavzuda aynan nimani o'rganishimiz quyida ma'lum bo'lib turibdi. Ya'ni sistemalarni davom ettiramiz. Ya'ni tasodifiy qiymatlar bo'yicha. Endi bizda bugungi o'rgangan mavzumizda aynan ma'lum bir interval. Sizlarda bo'lsa, bundan oldingi videolarimizda alohida taqsimot qonunlari bo'yicha intervallardagi ehtimolliklarni topishni ko'rgandik. Endi agar bizda ikkita funksiya, ya'ni ikkita taqsimot qonuni berilsa-chi, buni holatda qanaqa topib ishini ko'rib chiqamiz. Yana xuddi shu narsa hammasini teoriyamiz, balki biz sinov davomida o'rganishga harakat qilamiz. Bizda quyidagi taqsimot qonuni berilibdi. Shart bo'yicha x y qiymati bizda teng bo'lar ekan. Sinus x ko'paygan sinus y. Mana bizda taqsimot qonuni berilgan. Endi taqsimot qonuni berilgani bilan endi bizda ma'lum bir intervalga tushadigan, ya'ni aynan shu intervaldagi ehtimollik so'ralgan bo'ladi. Shu quyidagi interval boya aytib o'tganimizdek, ya'ni x uchun alohida va y uchun alohida beriladi. Endi buni quyida ko'rib chiqamiz. Misol shartimizda aytilibdi. Shunaqangi ehtimollikni toping debdi. Ya'ni bizga ushbu soha bilan chegaralangan interval berilgan ekan. Hop, x'imiz uchun chegaralangan soha pitasi 6 dan pitasi 2 gacha. Hop, y'imiz uchun chegaralangan soha pitasi 4 dan pitasi 3 ekan. Hop, ko'rib turganingizdek, oldingi masalaga qaraganda bizda faqat alfa bilan beta emas, balki ikkala taqsimot qonuni uchun alohida chegaralar berilgan. Endi buni ishlashda qanaqa bo'lishini ko'rib chiqamiz. Agar bizda taqsimot qonuni oldindan berilgan bo'lsa, ya'ni buni adashtira olmaymiz kichkina fx bilan. Kichkina fx bizda nima edi? Ya'ni zichlik funksiyasi yoki qo'ltish funksiya. Bizda aynan zakor natijada, ya'ni taqsimot qonunining funksiyasi berilgan bo'lishi shart. Bu masalani ishlashimiz uchun. Xo'p, qo'shimcha shartlardan bizga ya'ni umumiy soha beriladi, ya'ni 0 pitasi 2 gacha. Bizda shu intervalda tushadigan qiymatni topib ketishimiz kerak ekan. Yaxshi. Bu narsani yozib oladigan bo'lsak, ya'ni ehtimolli x uchun xuddi shu narsani yana qaytadan yozib qo'yamiz. Formula qanaqa bo'ladi? Birinchi formuladan boshlaylik. Alfa x, ya'ni bizda alfa x bizda bu narsa bo'ladi. X birinchi qiymat. Aynan xuddi shu shablonga tushadigan qiymatlar bor. Bu narsani topish formulasi bizda teng bo'ladi. Agarda shu ma'lumotni bergan bo'lsa, f birinchi beta x beta y ayru f bir marta beta x yoda alfa y ayru f yoda bir marta alfa x beta y bo'ladi. Va oxiri bizda qo'shuv f alfa x beta y qiymatini chiqaradi. Ya'ni formulani eslab qolishning eng oson usuli nima? Agar yaxshilab ahamiyat bergan bo'lsak, bu yoq tomonda faqat bizda x koordinatalar kelyapti, bu yoq tarafda har doim y koordinatalar. Keyin ikkala tomonda beta qatnashgan musbat. Yo'q, bu yerda xato ketdi. Burada ham alfa y. Ya'ni formulani yoqishimiz uchun qaranglar. Ikkala tomonda betalik kelgani ham musbat va ikkala tomonda alfalik kelgani ham pozitiv. Endi ikkala tomonda
alfa beta joy olishgan taraflar ishorasi manfiy bo'ladi. Ya'ni shu orqali formulani oson yodlab olish imkoni mavjud. Endi xuddi shu formula bilan foydalangan holatda o'zimizga masalan ishlaymiz. Mana bizda alfa x qiymati, mana bizda beta x qiymati. Mana bizda alfa y qiymati, mana bizda beta y qiymati. Mos ravishda hammasini joy-joyiga qo'yadigan bo'lsak, birinchi funksiyamizga f beta x beta y nima degani bu yerda? Bittasi 3 va bittasi 2 qo'yaman. Sinus beta x qo'yadigan bo'lsak, bittasi 2 ko'paygan sinus y o'rniga beta y qo'yaman. Ya'ni sinus bittasi 3. Xuddi shunaqa tartibda hisoblab ketamiz. Endi ayirib ekanman. Bir marta beta x va alfa y qo'yaman. Sinus yana bittasi 2 endi bittasi 3 o'rtasida yoniga o'zgaradi. Ya'ni sinus bittasi 4 minus endi sinus bittasi 2 emas, yoniga bittasi 6. Bu safar endi sinus bittasi 3. Ya'ni formuladagi yoniga beta y ga qo'yamiz. Bittasi 3. Va oxirida musbat bo'lganda ikkalasini ham alfani ishlatamiz. Ya'ni sinus bittasi 6 bilan sinus bittasi 4 demak. Hamma qiymatlarni moslashtira qo'yamiz. Endi hisoblab qo'ysak bo'ldi. Sinus bittasi 2 da bizda qiymat 1 ga teng. Sinus bittasi 3 bizda 60 gradus bo'lgan uchun izoh 3 taqsim 2 ga teng. Ayru sinus bittasi 2 yana 1 ga teng. Sinus bittasi 4 45 gradus bizda izoh 2 taqsim 2 ga teng. Ayru sinus bittasi 6 1 taqsim 2 ga teng. Sinus bittasi 3 izoh 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Qo'shuv sinus bittasi 6 yana 1 taqsim 2 ga teng. Sinus bittasi 4 bizda izoh 2 taqsim 2 ga teng bo'ladi. O'xshash xatlardan bizda izoh 3 taqsim 2 bilan yoniga izoh 3 taqsim 2 bor. Yoniga izoh 2 taqsim 2 bilan yoniga izoh 2 taqsim 2 qiymatlar mavjud. Yo tomonda davom etib ketadigan bo'lsa. Hop, oldingi funksiyani yoniga 1 dan yoniga 1 taqsim 2 ayrsam, bizda qiymat 1 taqsim 2 bo'lib qoladi. Ya'ni 1 taqsim 2 ko'paygan izoh 3 taqsim 2. Minus 1 ga 1 taqsim 2 ni qo'shadigan bo'lsak, yo taraf bizda minus 1 taqsim 2 izoh 2 taqsim 2. O'xshash xatlardan 1 taqsim 4 olib chiqib ketadigan bo'lsam, shunda bizda qiymat 1 taqsim 4 izoh 3 minus izoh 2 qiymatiga erishgan bo'lamiz. Demak, bizda ushbu taqsimot qonuni uchun aynan shu intervalga tushish ehtimolligi mana bu yerdagi qiymatga teng ekan. Ya'ni misolimizni ishlamasi asosan shundan iborat edi. Ya'ni ma'lum bir interval. Yo'lda asosiy bo'lgan narsamiz ya'ni quyidagi formula ekan. Bundan qolsa formula murakkab ko'ringani bilan aslida oson. Buni qaytarib o'taman. Beta beta va oxirida alfa alfa. Ham yo'lda beta bilan alfani joyi alishadi. Qaysi biri ikkinchi kelishi ahamiyatsiz. Muhimi bilib qo'y, ya'ni beta bilan alfa joyi alishyaptimi? Ishora manfiy. Ikkita beta va ikkita alfa kelyaptimi? Ishora musbat. Asosiy farqi shundan iborat.